Chapillamasdan ye. Keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, shunda ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketdim-da. Qozonda ovqat qolmadimi? Ha, ber, bir ikkita go'sht ber, onasini ham sen. Ha, suyakligini ber. Ha, piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtaha yanga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasa turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rayimboy. Qachon? Kelin, shuni oshxonaga kirib turing. Shunday gaplashib olay telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz, boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşingiz yo'qmi? Hamma ishlarim qilib bo'ldim. Boring, endi ishlarni yuving, biz o'ylaylik shunday gaplashib olayotgandek hisob kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni ham musorga tashlab qo'ying. Voy o'lay. Ha, qizim tinchlikmi? Dadam pavi parashogimiz tugagandi. Ya. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketqizadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu Bavi. 10 tog' beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seryozni gaplashib olaylik. Ennalaringni eshag'imanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman. Men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, ha? Yetdoshlaring. Hey, kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi. Kelin, hamma gaplarish to'g'ri. Haqiqatan shu haqda hech o'ylamagan ekanmiz. Siz oshxonaga kirib turing, bo'lmasam biz hozir shu haqda gaplashamiz, bo'lmasam, ha? Ko'tarra shunaqasi. Chan. To'ylar muborak bo'lsin. Kelinmi chiroyli ham qancha? Blogerda. Bular torttiradi-da yuzni. Endi buyon kishini peshonalari yarqiraganda, meni tanlaganlar. Tili ham bir qarsh ekan. Shunchami? Ha, o'g'lim qara, ana Zax Moshdan pulini so'rayapti. Agar xohlasanglar, kelinglar bloger reklama qilib bersa, nima qilib bersin dedi? Barter. Ha, tekin bo'lar ekan. Stories qo'yib berasan. Veles dedimi, nima dedi? Kabaralasini, karabalas. Kasabanakran kam Calibration. Calibration. O'shani qilish kerak. Boylar otaxon to'ydiramiz. Aktiv bombacha. Baraka toping o'zi. Yaxshiyam bloger kelin oldik. Boqadi bizni. Ya, so'qimda kelining kelyapti. So'sir deding? Ha, o'shandayda. Reklamami deyman? Yana reklama keldi. Nima ekan, istoriyagami? Yana shikolatniki qulubniki olib ketdi. 10 kundan beri shikolatniki qulubniki yotib bizga. Yana battermi? Ha, men kecha mana shuni yeb shatroq bo'ldim ona. Endi sizni nima uchun kelin qilganmiz? Yotayli. Ol! Yotdi sasib. Chiqimda bir video content qilmaysizmi? Xafa bo'lmang kelin, bu yotishingiz bo'lsa borka, atpiska qilib ovqatingiz ham tushib ketadi, ishoning. Chiqib reklama qilib pul ishlang. Ambasador bo'lsa bir joyda. Ana Jamilaning qizi kecha ambasador bo'lib ketdi. Jamila qiz ambasador bo'libdimi? Uni onasi ham ambasador edi. Bilmasam. Kelin. Jam kontent ishlashyapti. Bu suiqa chiqib ketgan kontent bunga reklama chiqmaydi. Kelin, umraga barter chiqmadimi? Yo'q ol dadajon. Malayziyagami, Turkiyagami yo'qmi ekan? U buni bu narsa bo'lsa borka, omonxonaga ham chiqmaydi, borka. Mo'ylov ket. Mo'ylov ket. Dadang mo'ylov. Shu oilaviy damogani chiqmoqchi edik Antaliyagami.
Sharmanda hayo. Sharm hayo. Sharmshayx. Aka kelib o'tirishingiz shart emasdi. Bizda Asia Lux ilovasi bor-ku. O'shani yuklab oling. Ichida dunyoni istalgan burchagiga tur paketlar, mehmonxonalar, aviabiletlar, eSIM sim kartalar, transferlar hammasini ilova ichidan sotib olsangiz bo'ladi. Eng muhimi o'zingizga qulay narxda, so'mda sotib olsangiz bo'ladi. Yo, uni bilamiz. Biz boshqa maqsadda keldik. Bizni kelinimiz blogercha. Shu reklama qilib bersa, barterga tekinga bera olmaysizlarmi? Uzri bilan tanimadim lekin. Aytdim men senga, buni itam tanimaydi. Kep shunga uylanasanmi? Anunga uylansang bo'lmasmidi? Kimedani Shevchenkami, Chochenka. Chochenkaga uylansang bo'lmasmidi? Parodasini qarab bo'ylari uzun, bolani ham zo'r beradi. Onangga o'xshagan shved, mana uni qara yaponcha, pistuncha. Shunga uylanasanmi? Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringni telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadek to'lg'anadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Shu sifatli vafli-tovaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter, bitta terib olib kelib. Ay, qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ket aka. Dada, Turqin qursin. men keldim. Ering telefon tutdingmi qizim? Tutdim-a. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qishidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizning oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo, yaxshilab yo'q, ana qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz, siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deplyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Mayli, keling o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Dadajon, ha endi shuni qilmanglar, o'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku, o'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Ha. Yig'lama. Onangni eslatdim-a? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin. Ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku, shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadli bo'lib ketibdi. Ha, bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozir kelin shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidor to'g'rayman, xo'p. Men nima qilay? Sen bunisi ko'rinmasdan turchi nima deydi?
Yog'li qolsan, boya onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga ancha bo'lgansa, endi deysan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab. Yor aytsa yangalar yurak yondi lovullab. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab. Yor aytsa yangalar yurak yondi lovullab. Voy, malladis, chotki. Yana bitta ashula boshini trend qilib berlaring. Nima o'zinglarda qo'shiq yurmayaptimi? Xatiringizga har tomonga taraladi. Nozingiz yuragimni yaraladi. Ay jana, nima hunaringiz bor yana? O koroleva udama, janna, oy ismlari ham aychana, jinni qildi bu janna. Chotki, malladis. Yana bitta qo'shiq trend qilish kerak, vallahi. O artistlaringga ayt, faqat bizga ishonib qo'shiq chiqarmasin, duo ham olib tursin. Mana bu sifat yangi chiqqan shirinliklar. Mana shuni ham reklama qilib berlaring o'sha. O bu o'zbeklar, shaqqa ham reklama tiqdinglar ha. Asfalt o'zi trendda-ku, davay o'ynaveramiz. Dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Vasi yording. Voy, malladis, zo'r. Oxirgisi. Men bu ashulani ham trend qilib berlaring. O'chir, vapsho o'ynamaymiz bunga. Bizim mentalitetga to'g'ri kelmaydi bu qo'shiq. Qaysi ashula bu? Anumi, sizniki hayotda o'ynamaymiz ha. Bekorga sog'liq tutmagan ekansizlarga. Qiz boshidan tangalar Mendan battariga uchraysan. Men ketsam xor bo'lasan. Bir kosa ovqatingga pishirib yurolmaysan. Kim sansirayapti? Sansirayman. Ketasanmi? Ket bor. Ketaman. Yur oldimga tush. Sidralmay o'l, otangga o'xshab. Yur tez bo'l. Bashiring qurgurlar. Sallaga tegib men nima ko'rdim? G'ingshima, hayda turib tur. Ha, nima qaytding? Men siz uchun qaytganim yo'q. Yoshlik tarog'im qolib ketibdi. O'likka o'xshab uzala tushib yotolmaysan, nariroqqa turing. Oyog'ingni torta. Qani meni tarog'im. Yig'layapti. Boshingizni ko'taring. Bunaqa yostiqda qolganmi? Mana ko'tingizga bosib yotib olgansiz. Oyog'ingizni torting, meni yo'lim to'smang. Yur oldimga tush. Beting chirigir bolalar. Sanam yerda katta bo'lsang otangga o'xshaganman. O'chir. Mana turib tur. Kechirim so'ramang. Qaytganim yo'q, dazmolda o'chiribmanmi yo'qmi shuni ko'ray dedim. Ha, o'chiribman. Bolani ber. Nima uchun mizig'ing oqizib yig'layverasan? Yur oldimga tush. Otangga o'xshamay o'l Mirza Terak. O'chir. Tur mana shu yerda. Jim. Yalinmang. Men siz uchun qaytganim yo'q, tushundingizmi? Attini qara buni, qora tappi. Nimasiga tekkan ekanman shuni? Zo'r. Lalakuga kelganman, tushundingizmi? Nima edi bu? Bolani tagligi tinch uxlaydi, tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi. Yur oldimga tush. Tez yur. O'chir. Mana ikkinang chirisin sanlar. Nima ovqat qilay? Sen ketmadingmi? Mana bolalar yig'lab qoldi, ichkib dadam deb. To'ymala dadangga. Hech narsa demadim-ku. O'chir. Qachon ketasan qay? Ertalab ketaman nonushta qilib. Sen hayotda ketmaysan. Senlarning fishkalari shu. Ketaman deb qo'rqitasan odamni. Sevmaysanmi qay? Men ketdim ovqat qilaman. Nima ovqat? Qaydan bilay? Qaraverasizmi? bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Voy tavba, kuyov qari ko'rinar ekan. Sochi ham to'kilib qolgan ekan. Kechirasizlar. Rossiyan reysi nechida ekan? Rossiyani bilmadim u amaki, lekin biz Turkiyaga ketyapmiz aylanishga.
Ana, ko'rdingmi sen ho'kiz? Qiz bola mehribon bo'ladi. Turkiyaga dam olganni olib ketyapti otasini. Qarang, menga mol go'shtidan, bularga qo'y go'shtidan sho'rva. Nadezga o'g'irlik qilmaydin qo'y go'shti?